Uyning remidan shovqin o'tkitib olgan. Do'stlar, mana bir ko'ringlar. Anlamdiki, ram ichib baqaya. Ovoz bor. Hamda-chu. Ovoz qat'iy kirmidi shunaqmi? Uydan shovqin o'tkitib olgan, to'pchan kirkitib olgan, kun nur kirkitib, öy so'mayotgan, anikin qish vaqti öy isimayotgan, hammasiga bo'ladi. Hammasiga bo'ldi. Alayliklarni bir tushuntirib qo'yamiz sizlarga. Bu ramning birinchi alaylik ovoz kirmaydi. Ha. Mana hozir ko'rdik. To'liq ovoz to'sidi, ovoz to'sishlar to'liq yuqori bo'linki. Anandan keyin to'pchan kirmaydi. To'pchan kirmaydi. Ha, so'qni saqlaydi. Ma aynakni mana. Aynak 5 milli. O'lchamlik 5 milli 3 qat aynak. Haqiqiy junkunga aynak ma bu. 4 sant keldi aynakning kengligi 6 mana. 4 santi. Ma uşaq gözler şundaq keldi. Mavu 1 qat 8 milli, 2 qat 5 milli. Haqiqiy junkun, ganxo aynak ma bu. Ovozni to'liq to'sidi. Ovozni to'liq to'sidi, so'qni to'liq to'sidi ma bu. Siqim to'sidi. Siqim to'sidi. Yilqi pastga varam-churong. Varam-churongni o'tkazmaydi. Hozir ko'rdik-ku. Ma uy ko'pak sala bo'ldi, ma uy jangsho qilmagan yangi holatga o'y mana. Bu uyning ramlarimi, demak odam o'ltirib baxmanki, ma ramlarimi yangi ramlar, ko'pak sala bo'ldi. Aram ko'paklar. Maramni, yaqayla. Mushtaq yangi ramlarni mana to'mirib tashlab degan gap. Nimishqa maram ko'paklarni. Bak qililligini ko'ringlar, buyaga. Bilamanmi? Mushunday holat chiqidiki, pastki shovqin, ovoz, sovuq hammani bir xil tusidiga. Hamda nurg'un do'stlarimizning uyi maktab rayonida, nurg'un do'stlarimizning uyi tijorat sorunlar rayoni bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan past ovoz uy kirib, yaxshi aramolanmaydigan, qish vaqti ramjiq uyning ichi isinmaydigan, yoz vaqti sovumaydigan, isitadigan manodek ahvol va do'stlarimiz ham shu ramni bir o'ylash maqsadlar bo'ldi. Aynak qirin chiqgan bexatar. Eng muhimi sirtqi shovqinni to'liqlab to'salayotgan. Mushtaq ram qo'ysam bo'lar degan do'stlarimiz Ismoil bilan aloqalansanlar bo'ldi. Biz turayotgan O'ltiraq rayoni to'qsonlaymizki, Yexa O'ltiraq rayoni mavimi yangi jangsho qilish olib turayotgan uy. Ateq kuchib kirmay turiblar, ramlarni butun masharamga amlashtirishga Ismoilamga ko'tirib beribdi. Bir kun ichida qo'yib bo'ladimi? Bo'ldi bir kun ichida qo'yib bo'lamiz. Agar ma uyg'u hamda jangsho qilmagan uyga jangsho qilib qo'ygan uy qilib qolsa, jangsho buzilib ketadigan ahvol bo'ladimi? Yo'q, unda bo'lmaydi. Jangsho buzilib ketadigan ahvol bo'lmaydi. Jangsho qilib qo'ygan uy bo'lsa-mu, odam o'ltirib qo'yib bo'lsin, bir kun ichida amlashtirib, ramlarni, aynaklarini joyiga qo'yib, meyfonlarni joyiga urib, sho'rlarni hatta shu o'lchamli sifatli holatda bir odam ko'rsin, maramni amlashtirib turib, dimigidek holatda, shu holatda qilib olaymiz. Tozlig'ini joyi. Uyni tozlig'ini joyiga qilib. Bundan shu undan bir qilib qo'ying. 155 59 48 92 98. Başka uyumdan ovozi chiqardi, shovqini chiqardi, sirtda varam-churong qildi, uyanmaydim. Shu vaqt ismaydi degan do'stlarimiz Ismoilni ko'rsatib shu Shinjang tavasiga Qarqada yapamiz. Shinjang tavasiga Shahardorlar uydan ovoz chiqarganlar, do'stlar basanlar Ismoilni ko'rsatib bir kun ichida uyquga jangsho